Baqara surasida Allohning qaytarilishga qodiri kelgan so'zlaydigan 5 dona qissa bor. Bugun biz 2 qissa so'zlaymiz. 4-chi qissa o'limdan qo'rqib vatandan qochib chiqqan kishilarning qissasi. O'limdan qo'rqib vatandan qochib chiqqan bir bo'lak kishilar bor ekan. Shularning qissa so'zlandi. Ham bu Baqara surasiningki 243-oyatda so'zlanadigan bir qissa. Oyatni qaysiini o'qib baqsizlar bolalar? Hamza o'qib. Hamza o'qib baqma. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفنا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم ما أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله ما شاء الله. Uyg'urchasini qasam o'qib baqsizlar? Xalit o'qib baqsin. Özleri mınlar har çatılık ölümden korkucu yürütüleridir. Küçük çıkan kişilerdir. Habercik yok mu? Yok. Allah ularını ölürler dedi. Ular öldü. Ardından Allah ularını teröldürdü. Allah insanlar hakikaten hem merhametlidir velakin insanların köpçülükü Allah'ın nimetiga şükür kılmaydı. Yaxshi, maşallah. Qaranglar. Bo'ldi, men o'qib beray qaranglar. O'zlari minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi deb Alloh taolochim shu kishilardan xabar beryapti qaranglar. Bular shu Bani Isroil davrida yashagan 4000 ga yaqin kishilar ekan. Bular shahar aholisi ekan qaranglar. Shaharda yashab, o shaharniki havosi mos kelmay, nima qilibdi? Bir tag'un kesili deb bir yuqumli kasal tarqalibdi o shaharda. Shuning bilan nurg'un kishilar bu kasallar o'lib ketgandan keyin 4000 ga yaqin kishi bu shahardan o'limdan qochib, kasallar o'lib ketishdan qo'rqib, yurtdan tashlab, shu qochib boshqa yerga menibdi. Bular yo'lda mangan yerda Alloh taolo ularni o'linglar deb buyruq qilibdi. Shundan o 4000 ga yaqin kishilarniki hammasi shu yerda o'libdi. Uzun vaqt o'tgandan keyin Alloh taolo u yerda o'tgan bir payg'ambarning duosi bilan ularni Alloh taolo hammasini qaytarildiribdi. Alloh taolo bu qissani bizga bayon qilib beradi. Ya'ni shu dunyoda yashab turib qaytarilgan insonlarningki nurg'ulg'an qismlari va ko'donlar bolalar. Shu dunyoda Alloh taolo bizni ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni qiyomat kunisimi mana shunday qislarni qaytarildirma deb bizga shunday nimani biryotidi, signalni bizga biryotidi. Yani bular endi o'limdan qo'rqib, kasaldan qo'rqib boshqa yurtga qochib manganligi shundaymi? Endi o'limdan qutulg'ili bo'ladi bolalar bo'lmaydi. O'lim bizning peshanimiz bitilgan bo'lsa, rizqimiz tugagan vaqtda, ajal kelgan vaqtda biz nagil qassaq bekor. Biz hargizmi o'limdan qochib qutulolmaymiz. Alloh taolo ularga shuni bildirib qo'ymoqchi. Endi 5-qissa kelaylik. 5-qissa Kala qissasi. Baqara qissasi. Ya'ni Qur'on Karimning 5'ini açsanlar, 5'ida Fatiha surasi var shundami? Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlaydi. Ikkinchi sura nimada? Suratul Baqara. Alif lam mim deb boshlaydi shundami? Bu Suratul Baqara surasi nihoyat uzun bo'lgan bir sura. Bu suraning ismi Baqara. Shundan Baqara nima degan gap sanlar? Arabcha kala degan gap. Baqaraning ma'nosi
Uyg'urchadagi mushu kalini biz Baqara deymiz. Arabchada Baqara deb ataladi. Ya'ni bu sura nima uchun mushu Baqara surasi deb atalgan desanglar, mushu suraning ichida mushu kalining qis so'zlanganligi uchun, kalining qis so'zlanganligi uchun Alloh taolo bu surani Baqara surasi deb atagan. Endi biz bu kalining qisi qanday qis ekan, buni ko'rib boqaylik. Bu qisni avval so'zlab beray. Nihoyatda muallaqi qiziqarli, esingizda qoldigan bir qissa inshaalloh. Qaranglar. Bu qissa qanday yuz bergan? Yuz berishdagi sababi nima desanglar, Musa alayhisolamning payg'ambarlik davrida Musa alayhisalom Bani Isroil qavmiga payg'ambar bo'lgan. Shundaq-ku. Musa alayhisolamning payg'ambarlik davrida bir kishi o'tgan ekan. U kishi nihoyatda boy odam ekan, ammo hech qanday bola chaqasi yo'q ekan. Boyligini meros qoldirib qo'ydigan hech qanday bir bola chaqasi yo'q ekan. Shundan u odam debdiki, men o'lib qolgandan keyin mening mollarimni paloni tuqqunimninki balasiga qoldirib ketaman. Shu menga merosxo'rim bo'ldi debdi. Shuning bilan kunlarning o'tishi bilan bu merosxo'r bo'ladigan bola bu kishining tezroq o'lishini orzu qildi. Tezroq o'lsa, uning boyligi manqalsa deb undan keyin shundan yomon niyatga kelib bir kunisi heliqi boy kishini bu bola o'ltirib yetibdi. Ya'ni bu o'lsa meros manqildi deb u kishini o'ltirib yetibdi. Ondan keyin o'likini boshqa bir begunoh bir odamninki eshikning oldiga tashlab qo'yibdi. Undan keyin xalqlar debdiki, pal mushu uydagi kishi, ya'ni eshikni tashlab qo'ygan kishi mush kishini o'ltiribdi deb ashada jadal chiqaribdi. U iloq desat eshik oldiga kelib qolgan odamchu, u kishi gunohsiz bo'lg'achqa o'zi aqlash yusidan qanday qilibdi? Men uni o'ltiraman deb undan jadal majra qilibdi. Ikkisini o'tirsa urush aloqa ashundoq talash tortish jadal majra bo'lib ketgandan keyin buning ko'rgan kishilar bu ishni hal qilish uchun, ayirish uchun bir istepdi. Biz Musa alayhisolamning qishiga berib boqaylik. Balki Musa alayhisalom buningga bir to'g'ri bir fikr berib bizga qotilni tepirish mumkin debdi. Shuning bilan ular Musa alayhisolamning qishiga beribdi. Alloh taolo bu qissani nihoyatda tafsiliy bayon qilgan Qur'on Karimda. O'z vaqtida Musa alayhisalom o'z qavmiga Musa alayhisalom qishiga keldi. Shundan qavmisi so'ragandan keyin Musa alayhisalom Alloh taolodan so'radi. Qanday qilamiz degan Alloh taolo nima dedi desanglar, mushu bir kala bo'g'izlanlar dedi. Qarang, buni Qur'on Karimda aytadi. Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi dedi. Bir kala bo'g'izlashga buyurdi. Kaladan birini bo'g'izlab kelinglar dedi. Alındaki ularçı bizni mesxir qilyapsansan dedi. Musa alayhisalom jahillardan, ya'ni mesxir qiluvchilardan qilishdan Alloh seni panoh tilayman dedi. Mesela birisinin aldığı berib bizning ishimizni hal qilib bering degan bir kishi qanday qilish kerak? Shu kishi nima desa shuni qilish to'g'ri bo'ldi. Shundami? Lekin bularchi qanday qildi? O'zini aqlli sanadi. Bu kala bo'g'izlab nima qiladigan debchi aqlli sanab bizni mesxir qilyapsan dedi. Ama bu mesxir qilish degan nihoyatda bek yomon bir ish. Shundami? Boshqalarni zog'liq qilish degan boshqa nihoyat yomon bir ish. Alloh taolo cheklagan bir ish. Musa alayhisalom nima dedi? Cahillardan, yani mesxir qilishdan qilishdan Alloh seni panoh tilayman dedi. Chunki mesxir qilish cahillarning ishi. Allohni tonimaydigan shundoq bilimsiz kishilarning qiladigan ishi mesxir qilish. Shunday qilishdan Alloh seni panoh tilayman deb panoh tiladi. Bularchi buyurilgan darhol qildimi qilmadi. Balki nima deysan, savol so'raydi endi. Ular biz uchun Parvardigorning iltijo qilganki, bizga qanday kala ekanligini bayon qilib bersin dedi. Musa alayhisalom Alloh uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Qarab. Tövbede Musa'ni Alloh taolo bir kala bo'g'izlashga buyurdi dedi. Bir qatam buyurdi. Ikkinchi qatam menchu, sizlar buyurilganni qilinglar deb eskartdi. Jiq savol so'ramanglar, buyurilganni qilinglar, bir kala bo'g'izlanglar dedi. Qanday kala degandan keyin qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh kala bo'lsin dedi. Ondan keyinchi buyurilganni qilinglar dedi. Ularcha yana buyurilganni qilmadi. Yana savol so'radi qarang. Yana savol so'rash boshladi. Ular biz uchun Parvardigorga iltijo qilganki, biz buning rangini bayon qilsin dedi. Ya'ni beshida nima so'ragan, qanday kala desa o'ttir yoshmi emas, qeyrimi emas,
O'ttir yaşkalı olsun dedi şunda mı? Başını öldürenler dedi. Ama lekin bular yeni öldürmeye kadar kıldı sana rengini soradı. Biz bunun rengini bayan kılsın degenden Musa Aleyhisselam etti. Allah hakikaten onun rengi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Yani normal seriq emas, bir qarış kishilarni jalb qiladigan shunday sap seriq rangli kala bo'lsin dedi. Qaranglar, bir kalını ölçüsü bulat diye beşede sual sormayla. Neki bulat sual sordu. Otur yaşkalığı düştü içinde ama. Onundaki otur yaşkalının ölçüsü bulduğun diye yeni sual sordu. Hem de seyrek kal tepiş gerek. Otur yaş seyrek kal tepiş gerek hem de sap seyrek. Bunundakin yeni bular yeni sual soruş toktap kalmaydı karanlık. Toktap kalmay yeni sual soruş başladı. Ne sual sordu dedi sana? Perverdigan yeni sorap baksa. Onun kandak gerekimizi bayan kıppensin. Kalızadı kandak kala yani. Dehqonchilik işletigen kalamon yoki semirt uchun beqilgan kalamon. Bunday kalınıcı burunqi zamonda bunday dehqonchilikda yer haydaydigan chog'da kal orqali yer haydaydi qaranglar. Yani işte kala yer haydaydigan dehqonchilik işletigen kalamon yoki biz semirtib baqimiz ku hozir nurg'un kallar semirtib go'shini yeyish uchun beqiladi shundaymi? Ashunday semirtib uchun beqilgan kalamon qandoq kalar? Deb ashni so'rab baqqan degandan keyin bu bizga mujmal bo'lib qoldi debdi. Shunda buningki javobini Alloh taolo deb beribdi. Ya'ni mushu aniq bo'lgan bo'lsa, Xudo xolsa inshaalloh biz cho'qim topamiz debdi. Biz cho'qim topamiz deb o'ziga o'zi ishlarni tashlashtiryapti bular. Ondan keyin Alloh taolo nima deydi? Bu yerdan nima so'radi Bani Isroil qavmi? Rangini so'rab bo'lgandan keyin u qandoq kala? Halaqi dehqonchilik qilishayotgan kalami yoki samirish uchun beqilgan kalami? Shuni deb bersang degandan keyin Alloh taolo nima dedi? Alloh uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, ya'ni dehqonchilik qilishgan kala emas, dehqonchilik qilishgan undaq kala emasligini ashta bo'lmasin debdi. Bejirim bo'lsin debdi qarang, yana qo'shib qo'y. Bejirim, ya'ni bejirim degan nega gap desanglar, sog'lom a'zolarning hammasi joyida kesilgan yeri yo'q, aqsaq cho'loq emas degandek. Bejirim bo'lsin, olisi yo'q bo'lsin debdi qaranglar. Ya'ni rangida seriqdan boshqa rang yo'q bo'lsin. Hammasi sap seriq bo'lsin deb Alloh taolo shuni debdi. Ular endi to'liq bayon qildi, ham to'liq bo'ldi endi gaping deb u kalini izdabdi. Ular kalinichu inshaalloh topamiz demagan bo'lsa, inshaalloh demagan bo'lsa, balkim topolmaydi deydi. Chunki o'zini tashlashtirib oldi shundaymi? Bir kalinini bo'g'uz bo'lgan yerga nurg'un savolni so'rab, u kalininki tepishi noyatimi tashlashdi. Bir kalinidan keyin ularchu bu kalini ashundoq sap-seriq qiyirma emas, yoshma emas, ondan keyin dehqonchilik ishlatilmagan, yenichu bejirim olisi yo'q ashunday bir kalini bir dehqonning uyidan topdi. Jafoliq izdab bir dehqonning uyidan topdi. U dehqonningki ash kalasidan boshqa hech nimasi yo'qkan to'q. Shuni kalani setib bergin degan kun, yo'q men kalamni sotmayman deb turib oldi u kishi. Ondan keyin setib bergin deb yoldirgandan keyin u kishi mushu kalani o'ldirib, alaqay terisiminaq yaysaq bir raqtak bo'ldi-ku terisi. Ash terisi to'shqicha oltin bersanglar, ondan keyin sotaman dedi. Şunlar ular ma'qul keldi. Ondan keyin shu kaliniki terisi to'shqicha oltin berib, eriq kalini setib olib, ondan keyin bo'g'iz dedi. Ya'ni ular savol so'rab deganlikdan buni o'rinlayanmaganda tas qoldi deydi. Shunashqa ba'zida jiq savol so'rashmi faqat yaxshi emas. Ya'ni bizga buyurilganini qilsak bo'ldi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom hadislarda bunday ish qilinglar degan bo'lsa, nima ishqa deb so'rasaqchi to'g'ri bo'lmaydi. Nima ish qilib qilamiz? Deb jiq savol so'rasak, uningcha qilolmay qolamiz. Ham xatolashib qolamiz, ishimiz texamatas bo'ladi. Bu masalanga biz sizlarga misol keltirib qo'yay. Bu nimaga o'xshaydi desanglar, masalanga birsi bizga "Men bir tal chapan olib bering bozorga borsangiz, bir tal chapan olib keling" degan bo'lsa, ma'qul deb qilmay berib, o'sha odamga keldigan nomerdagi chapanni minib kelsaklab, ishingiz oson bo'ldi, shundaymi? Unda bo'lmay, sizga qanday chapan olaman, rangi qandoq bu chapan olaman, xurum chapan olaman, mo'raq chapan olamanmi, rangi qandoq bo'lsin, uzun bo'lsinmi, qisqa bo'lsinmi deb jiq savol so'rab boqayli, u kishi deydangiz. Voy, rangi qora bo'lsin, uzun bo'lmasin, qisqa bo'lsin, yoki bo'lmasa anda bo'lsin, bunda bo'lsin deb savol qartadi degandan keyin
bizden bazağı verip aş adam degen çapanı tapmağımız qanday boludu? Naytım tes boludu. Ya tapalayımız o çapanı, o adam degen çapan ne? Ya tapanmayımız, şunda mı? Muşnun okşaş, yine sualınacak soraması gerek. Çapan numara ekranın ki hemen kolda çapa berip, aş adam keldiğin numara çapan numara aplikasyak buludu. Ama lekin cık sual sorganca işimiz tersiz şudu. Yani günlük turmuşumuzun başında balla. Cık sual sormasligimiz gerek. Degen alam kısak, bizce hem asan orundayımız o işni, işimizdeki tügüşü asan buludu. Ondan keyin bular qanday qildi dedi Allah. Hamda qalini kelib bo'g'izdi de, shundaymi? O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida dard talash qilishgan edinglar. Buni biz hikoyaning old so'zlagandik, shundaymi? Sizlar yushmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlag'uchidir. Alloh taolo hammani bilib turguchi, u qotilni albatta bilib turguchi, shundaymi? Hammani ko'rib turdi. Alloh taolo uni uchun oshkorlaydi. Alloh taolo oshkorlashga qodir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar, u tirilib qotilni aytib beradi dedi. Kalini tepishdagi maqsad nima edi? Shu kalininki bir parchasi bilan shu o'likni urib, qotilni tepishdi. Buni endi bildinglar bolalar. Ya'ni Musa alayhisolamning qishig'a kalini o'ltirib kelgandan keyin debdi. Kalininki bir parchasi bilan, kalini o'ltirgan kalin bir parchasi bilan elak o'lib qolgan odam bor-ku, o'lib qolgan odamni uringlar. Ondan keyin u tirilib qotilni aytib beradi dedi. Haqiqatan kalin bir parchasida o'di, o'lib qolgan kishi tirilib o'zini o'ldirgan qotilni ko'rsatib qo'ydi. Faloni meni o'ldirdi deb shuni deb berdi. Ondan keyin o kishi yana qaytadan o'lib qoldi. Ya'ni Alloh taolo mana shunda kishilarning ko'z oldida o'lib qolgan odamni tirildirib Alloh taolo qanday qildi? Qotilni deb bergandan keyin uniki yana o'ldi, shundaymi? Ya'ni ko'z oldida o'likni Alloh taolo tirildirdi. Ya'ni Allohga bir o'likni tirildirish osonmi? Naytim oson-ku bolalar, qaranglar. Musa alayhisolamning davrida 2 qatam yuz berib tutdiqman, shundaymi? Biz so'zlagan va qarashlar qaragan chog'da, ya'ni Musa alayhisolamning Bani Isroil qavmiga o'liklarning qaytarildirishni qayta Alloh taolo ko'rsatibdi. İbrahim alayhisolamga ko'rsatibdi. Mana shunda bugungi qissamizni so'zlab bo'ldik. Ya'ni Alloh taolo o'liklarni mana shunda tirildiradi. Ya'ni Baqara qissini qaytadan nim qilib, kala qissini qaytadan bir nim qo'taysizlarga, jig'inchoqlab beray. Bani Isroil qavmida bir kishi o'libdi, shundami? O'lgandan keyin u kishining qotilini tepish uchun bular Bani Isroil qavmi Musa alayhisolamga qishga kelibdi. Musa alayhisolam ularga Allohning buyrug'i bilan kaladan birini o'ltiringlar deb buyuribdi. Bularchu qanday kala deb bersan degandan keyin quyosh emas, qayrim emas, 30 yosh bir kala bo'lsin debdi. Ondan keyin bular rangini so'rabdi. Rangi sap-seriq boshlarni zo'qlantiradigan ashunda sap-seriq kala bo'lsin debdi. Ondan keyin yana qanday kala? Bu dehqonchilik ishi degan kalimi yoki samirish uchun beqilgan kalimi deb bersan degandan keyin Alloh taolo debdi: "Ya haydab ekin sug'ganda dehqonchilik qilgan kala emas. Bijirim, mundaq seriqdan boshqa hech qanday bir olisi yo'q rangida. Ashunda bir kala bo'lsin degan. Endi to'liq bo'ldi deb eliq kalini jinoyatni test izlab tepib nurg'un pulg'ini setib olib Musa alayhisolam akagandan keyin ondan keyin Musa alayhisolam bu kaliniki partisi bilan o'likni urishga buyuribdi. O'likni shundan o'lgandan keyin u o'lik tirilib o'zini o'ldirgan qotilni deb beribdi. Qotilni deb beribdi. Ya'ni bu Allah o'zining qudratini qaranglar shunda. Sizlarni tushunsin deb, qarang oyatning oxirida sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi deydi. Alloh taolo mana shunday ko'rsatib qo'ydi. Qudratining alomatlarini ko'rsatib qo'ydi. Tushundinglarmi bolalar? Yaxshi, mashallah. Shuningdek bugungi darsimizning mazmuni tugadi. Quiz o'ynashni xohlamsizlar?